Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va tadbirkorlar. Navbatdagi 8 ga 9 razmerdagi loyihanamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Chunki ichki tomonlashimiz qoldi. Tashqi tomonlar polностью bitkazib cho'la qilib berildi. Ko'rib baho berish lozim. Tashqi tomonimizga. Tashqi dizaynimiz esa mana bunaqa korechnev va mokriy kombinatsiya qilib bermoqdamiz. Akvalarga e'tibor beramiz. Akvalarimiz mana bunaqa antrazitdan mokriy qilib, oynalar esa ko'k qilib bermoqdamiz. Juda ham chiroyli. Bu joyimizga bitta bo'lib turibdi. Xo'p, lokatsiyamiz keladigan bo'lsak, lokatsiyamiz Navoiy viloyati Navoiy shahariga qurib berilayotgan 8 ga 9 razmerdagi loyihanamiz. Xo'p. Endi tashqi dizaynimiz mana bunaqa mebel svet deymiz buni. Mebel svetimiz korechniy 3D variantdagi hech qanaqa suvga, issiqqa o'z effektini, rangini yo'qotmaydi. Chunki bu vechniy 3D bo'ladi. Tashqi tomonimizga keladigan bo'lsak, tashqi tomonimiz orqa tomonimizda mana bu sliv tarnov uchun suv tushadigan joy qilib berganmiz. Orqa tomonlarimiz mana juda ham chiroyli va plafon o'rnatib berganmiz. Ana bu yoqda ham sim chiqib turibdi. Bu yoqda ham sim, xudo xolasa, bu yerga plafon yo'riqish chiroqlarimizni o'rnatib beramiz. Endi yon tomonlarini ko'ramiz mana. Juda ham chiroyli va ideal, akkuratniy bo'lib chiqayotgan do'konimiz. Ichki tomonini keyinroq ko'rsataman. Mana bu kombinatsiya qilib berganmiz. Mebel svet va mokriy qilib ko'rishingiz mumkin. Uzoqdan juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Dizaynimizga alohida e'tibor berasizlar. Bu yoqda esa svetomontaj kabellarimiz. Mana polностью yevro montaj qilib bermoqdamiz. Kabellarimiz, elektromontajimiz yevro paketda va orqa chiqish kirish eshigi va fortishga 3 ta fortishga bir tomonda qilib bermoqdamiz. Chunki bu staloviy xona uchun bo'lyapti, havolanishi yaxshi bo'lishi uchun. Endi ichki tomonni ko'rsataman. Ichki tomoni tashqi tomondan ham qiziqroq va chiroyli bo'lib chiqmoqda. Mana aziz kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin. Polimiz mana bunaqa rossiyskiy shpuntovoy taxtadan bo'lyapti, original. Va mana bu yerda esa devorimiz bo'ladi. Devorimiz qalchi qo'yib berilmagan. O'tplina jarayon ketmoqda. Bir qavat o'tplina falga qo'yib beramiz va penaflex ham qo'yib beramiz. Mana bu tomonlarga e'tibor beramiz. Va patologimiz ham hali tomimiz bitmagan, chunki o'tplina jarayoni qolgan. O'tplina, 3 qavat o'tplina va patolog qilib beramiz Depol Plusdan. Ichki qismiga alohida e'tibor beramiz do'konimiz. Staloviy xonamizni. Mana bu joyimiz esa ko'rishingiz mumkin, mijozlar uchun zal va qovurimiz yoki oshpazimiz uchun oshxona, kuxnya qilib berilmoqda va bu yoq eshiklari alohida. Bu yoqda polностью devorlari bilan переворот qilib yopib beramiz. Mana oshxonamiz. Ustalar qo'rmanglar, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Charchamaysiz. Bu ustalarimiz juda ham qo'lyo'l ustalar. Mana shu obyektimizda qurilishini 0 edo qilib beradigan ustalarimiz bo'ladi mana. Ko'rishingiz mumkin. Oshxonamiz 2 metr bo'ladi. 2 metrga 4 metrlik joyi va 6 metrga 4 metrlik zal. Ya'ni mijozlar uchun xizmat ko'rsatish joyi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, elektromontajlar, kabellar chiqarib ketilmoqda. Bu yerga esa отдельный rozetka qo'yib beriladi mana. Har bitta rozetkaga отдельный kabel, har bitta lampochkamizga ham отдельный kabel bo'lib chiqadi. Chunki yevro montaj bo'ladi bu yer. Do'konimizning ichki qismini ham ko'rib oldingizlar. Endi tashqi tomonini yana bir marta ko'rsatib o'taman. Mana staloviy xonamizning tashqi tomoni. Tashqi dizaynimizga, ishimizga alohida kommentariyaga like yo'qida o'z fikringizni bildirib qo'ying. Chunki shuncha mehnat, shuncha ishlar ketmoqda mana. Xo'p, kimga shunaqa ishlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimga shunaqa xizmatlar, shunaqa staloviy xona uchun yoki mini market, Navoiy xona uchun mana shunaqa do'kon yoki obyektlar, staloviy xonalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Ya'ni pastdagi nomerlarga murojaat qiling. Biz sizlarga mana shunday tayyor qilib, arzon narxlarda va tez kunlarda qilib beradigan do'konlarimizni tayyorlab beramiz. Va joylaringizga ham tayyorini olib borib qo'yamiz yoki razmer o'lchami katta bo'ladigan bo'lsa, o'sha joylaringiz o'ziga mana shunday qilib qurib beramiz mana.